Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Mana yangi partiyadagi dudlangan dumbamiz keldi. Hurmatli do'stlar, bu dudlangan dumbamiz har kuni ertalab 20 kilo sveji holatda keladi. Hurmatli do'stlar, bu endi har kuni video qila olmaymiz, lekin bemalol kesalaringiz dudlangan dumbamiz bor, pastiyanni tugab qolmaydi. Mana sveji o'zi ko'rsangiz yaltirab turibdi. Hozir tandirdan uzilgan nonday bo'lib turibdi. Mana ko'rishingiz mumkin. Ajoyib, lekin kesilishlari ham go'zal. Hurmatli do'stlar, bemalol kelishingiz mumkin. Samarqand viloyati Jomboy tumani Galakapa ko'chasida, chorva go'sht markazimizda pastiyanni barcha turdagi go'shtlarimiz bor. Like bosib, kanalimizga obuna bo'lingizlar. Videolarimiz sizlarga birinchilardan bo'lib boradi.